Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli bank mas'ullari. Bugun 2025-yil 10-oktyabr Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on BXM tomonidan tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazilmoqda. Ushbu uchrashuvni mahalla banki Olimjanov A'zamjon ochadi va olib boradi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Kimda qanaqa masala bo'ladigan bo'lsa, kredit olish bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa, aytsalar yozib olib, ijorat qilishga harakat qilamiz. Kimda qanaqa masala bo'ladi? Siz kimlar ekan? Chorvachilik oila. Ism familiyangiz? Olimjon. Qaysi mahalladan kelasiz? Turkiston. Necha pul kredit olmoqchisiz? 60 ming. Nima o'ynayapsiz? Chorvachilik. Hujjatlarni taqdim qildingizmi? Joy chiqdi. Demak, siz joyingiz bor, bola bankomat qiladi. Ijorat qilib bo'lgandan keyin kredit bajarib beramiz. Kelishingiz? Assalomu alaykum. Biz yangi biznes ochgandik. Shunga qulayroq tariflarimiz bo'lsa, kirmoqchi edik. Qancha so'mga kerak? Iloji bo'lsa 5-10 million belgilangan bo'lsa, Agar 5 million kerak bo'lgan bo'lsa, biznesga chiqargan tarifimiz bor. Kafillik sug'urta asosida beramiz. Keyin 5 yildan ko'rsatamiz,